bor, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana hozirgina bobomiz haqlariga Qur'on tilovat qilib, shu ruhlan shotni ziyoratdan boshlaganlaringiz, ziyoratlaringizni Alloh dargohidan qabul qilsin. Amin. O'tgan ayyomlar bayramlar muborak bo'lsin. Mana shunday buyuk dargoh, islom olamida yuksak hurmatga, e'zozga ega bobomiz Imom Buxoriy bobomizning maqbaralar boshliqlar. Mana bu ko'rib turganlaringiz Buxoriy bobomizning maqbaralari, ya'ni ramziy qabr hisoblanib, asl qabr mana shu maqbaraning tagida 2 metr pastda pado joylashgan. Mana eshiklarni ko'rib turibsiz. Bu ko'rib turgan majmuamiz 1998-yili birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbuslari bilan butunlay qayta tiklangan. Ya'ni bu yerda eski masjidlar buzib tashlanib, o'rniga yangi zamonaviy masjidlar qurilgan. Eski masjiddan ko'rasiz, yo'ldagi 5 ta chinor, hovuz, buloq suvlari va mana bu maqbarandagi bobomizning asl qabri qolgan. Endi maqbarani toshiga yetib bering. Mana bu sariq yashil toshlar O'zbekiston zaminida yo'q. Bu toshlar Eronning Isfaxon shahridan keltirilgan bo'lib, 12 soatlar bu o'zan yorug'lik o'tkazish xususiyatiga ega. Ichki tomon sariq naqshlar hammasi Buxoro olib tashlangan. Endi maqbaran bosh tomondan kelingizda ichki to'liq ko'rinadi. Mana qora toshlar 2010-yil Navro'z bayramiga almashtirilgan. Ular Ukraina granitlari. Ular eng olinali granit hisoblanadi. O'rtalarga oling. Mana maqbara ichki tomonlarida gumbazning taglari sariq qizg'ish naqshlari hammasi sof Buxoro olib tashlangan. Bu yerga 4 kilogramdan ziyod Buxoro oltlar saqlangan. Buxoro oltlar dunyoda eng sof oltin hisoblanadi. Eski Makkadan qolgan 5 tip chinor esa 15-asrning ikkinchi yarmida yetirilgan, hozir 560 yoshdan ziyod. Bu chinorlar ramziy ma'noda ekilgan. O'zingizlar bilasizlar, islom olamida 5 ta arkon bor. Ya'ni islom dinining 5 ta ustuni, 5 ta farzi bor. Iymon, namoz, ro'za, zakot va haj. O'sha 5 ta arkon ma'nosida 5 ta chinor ekilgan. Chunki eski masjid buzilgani bu chinor saqlab qolingan. Endi 5 minut diqqat bilan tinglasa, men sizlarga Buxoriy bobomizning o'zlari haqida gapirib o'taman. Buxoriy bobomizning to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Al-Buxoriy esa u zotning taxalluslari, ya'ni Buxorolik degan ma'noni bildiradi. U kishi 810-yil 20-iyul juma kuni Buxoroning hozirgi Qorako'l tumani Toykan qishlog'ida tug'ilganlar. U kishining otasi o'z davrining ziyoli, ilmli kishilaridan biri hisoblangan. Onasi ham oqila, pokdomon, dindor ayol bo'lganlarga u kishining boshqalarga o'xshamaydigan, ajralib turadigan bir xususiyatlari bo'lgan. U kishi o'z farzandlariga oq sut berayotganda tahoratsiz emizmagan ekanlar. Va o'qitayotganda Allah yoki biron bir qo'shiq o'rniga Qur'on oyatlaridan o'qib uxlatgan ekanlar. O'shaning uchun aytadiki, bu xususiyat, bu bilim bobomizga ona suti orqali o'tgan deyshadi. O'shanday onalari bo'lgan Buxoriy bobomiz 2 yosh ketganlarida boshlariga og'ir musibat tushib, otalaridan ajrab qoladilar va bir necha fursat o'tib ko'zlariga shikast etib ko'r bo'lib qolar ekanlar. Ana o'shundan keyin Buxoriy bobomiz onasi 2 yil davomida kuniga 5 vaqt namoz o'qib, Allohdan yolvorib iltijo qilib so'raydiki: "Ey Allohim, mening ham farzandimning ko'zlariga nur ato et. U ham boshqa bandalaring qatori yorug' dunyoni ko'rsin, ko'rishlik qaytmasin etsin" deydi. Mana shu 2 yil toqat ibodat natijasida 2 yildan so'ng onasi tong mahali tahajjud namozni o'qiyotib, joy namoz ustida o'tirgan holdan qoyib uxlab qoladilar va tush ko'radi. Tushlariga Ibrohim alayhisalom aytdilarki: "Ey onangizor, sening qilgan duo iltijolaring, toat ibodatlaring Alloh dargohida qabul bo'ldi va farzandingga ko'z nurlarini qaytarib ber" dedilar. Ana shundan keyin Buxoriy bobomiz onasi uyg'onib ketadi. Qarasa tushlari bor, ko'rgan tushlariga ishonar, ishonmas. Uxlab yotgan farzandini uyg'otib ko'radilar. Ko'rsaki mo'jiza, haqiqatdan ham Buxoriy bobomiz yorug' dunyoni ko'rayotgan, yana Alloh shu ko'zlariga nur ato etgan bo'ladi. Bu holdan ta'sirlangan onasi 4 yoshli Muhammad madrasaga olib boradi. Madrasada o'qib yurgan kezlari Buxoriy bobomiz 6 yosh ketganlarida butun bir Qur'oni Karimni yod olib qori bo'ladilar. 11-12 yoshlar esa 70 mingdan ziyod
payg'ambarimizning muborak hadislarini yoddan biladilar. 16 yoshlarda Buxorodagi barcha ustozlarning bilimlarini ulardan-da ziyoda egallab olib, o'sha ustozlarning maslahatiga ko'ra onasi va yolg'iz akasi Ahmad bilan Arabistonga, ya'ni Makkaga haj safariga jo'naydi. Arabistonda haj safarini ado etib bo'lgandan keyin onai zorini Buxoroga kuzatib, o'zlari o'sha yerda 42 yil qolib ketadilar. 42 yil davomida kishi 20 dan ortiq islom davlat shaharlaridan kezib chiqib, Bag'dod, Shom, Kufa, Nishofir, Isfahon, Basra, Makka, Madina, Qohira, Damashq kabi shaharlardan kezib chiqib 1080 ta muhaddisdan, 1080 ustozlaridan hadis o'rganadi. Va o'sha muhaddislardan 600 mingdan ziyod payg'ambarimiz hadislarini to'plab yod oladi va o'sha hadislardan eng sahih 7275 ta payg'ambarimizning eng ishonarli hadisini ajratib olib bitta kitob holiga keltiradi. Bu kitoblari Sahih al-Buxoriy deb ataladi. Mana shu kitoblar uchun, mana shu qilgan xizmatlar uchun Buxoriy bobomizga yuksak unvon Imomud dunyo fil hadis, Amiral Mu'minin fil hadis, ya'ni butun dunyo imomlarning imomi, hadis ilmining buyuk sultoni deb unvon berishadi. Bu unvonni hali bobomizgacha yoki bobomizdan keyin bironta zot olishga musharraf bo'lgan emas. Chunki u kishining kitoblari islom olamida Allohning kitobi hisoblangan muqaddas Qur'oni Karimdan keyingi birinchi o'rinda turgan kitob sanaladi. Bu kishi mana shunday buyuk bo'la olib, ona yurti Buxoroga qaytadilar. Buxoro qaytgansa vaqtga qarshi o'zlari ko'ngillar sezgandek, onasi va akasi vafot etgan bo'ladi. Butun Buxoro xalqi kishini sevib hurmat qiladi, ixlos qo'yadilar. Lekin Buxoro xalqi qanchalik sevib hurmat qilmasin, u kishini yaxshi ko'rmasin, o'sha paytning amiri bo'lgan 9-asrning amiri Xolid ismli amir shuni shunchalar yomon ko'radi. Shurani ko'ra olmaydilar va saroyiga chaqirib aytadiki: "Ey Buxoriy, sen kelib mening saroyimda bugundan boshlab faqatgina maxsus mening farzandlarimga va saroy ahlimgagina dars berasan. Oddiy xalq farzandlariga dars bermaysan" dedilar. Lekin Buxoriy bobomizning javoban: "Men hech qachon 42 yil davomida mashaqqat bilan to'plab degan ilmimni senga sotmayman. Ilm izlab boriladi. Ustoz shogird oldiga emas. Shogird albatta ilm izlab ustozning oldiga kelish kerak" javob beradi. Bu gaplar albatta Buxoro amirga yoqmay, jahli chiqqan amir Buxoriy bobomizni 59 yoshlarida qarigan chog'lari ona yurti Buxorodan quvg'in qilib chiqaradilar. Buxorodan quvga bobomiz Buxoroni majburan tark etdi, chunki xalqim mening uchun urushmasin, Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurti Buxoroni tashlab Samarqandga, chunki men ammasi yashaydi. O'sha ammalarni yo'qlab qaroq qilib yurdi. 1 yillar chamasi yashab 870-yil 31-avgust juma kuni Ramazon oyining oxiri 1 oy ro'zam bo'lib 60 yoshlarida mana shu qishloqda vafot etadilar. Bu vafatdan so'ng o'z vasiyatlaridan hayit namozi o'qigandan keyin butun qishloq, mahartan qishlog'iga u kishining qabrlaridan xushbo etdilar. Mushki ambar, ya'ni jannat musohiblar ufurib turadi. O'sha kun kechasi qabrning 4 tarafidan ustun kabi oppoq yog'du nurlar chiqib, ko'kka bo'y cho'zar ekan, bulutlarga tutashar ekan. Go'yoki Alloh kishiga o'z nurlaridan ilohiy bir maqbara qurgan bo'lar ekan. Ana shundan keyin bu yerlar 1000 yillar davomida ziyoratga kelmoqda. Mana 2 minut vaqtingiz bor, shoshilmasa, Ester payti bir qiziq voqea bo'ldi, shuni aytib o'taman. Mana o'zdan yashab o'tgansa bilasiz, Ester payti dinimiz cheklab qo'yilgan bo'lgan. Namoz o'qishlar taqiqlanib, masjidlarimiz yopib tashlangan. Mana shunday bir payti bizning eski masjidimiz ham juda bir xaroba, vayrona holda bo'lgan. Hamma yoq yontog'zor, qamishzor bo'lib, eski masjidga namozxonalar paxta ekish uchun slitra saqlanadigan, o'g'it saqlanadigan dorixonaga aylantirilgan. Mana shunday bir davrda Rossiya poytaxti Moskvaga Indoneziyaning birinchi prezidenti Sukarno janoblari rasmiy tashrif bilan kelayotganlar. Kelishi bilan samolyotdan tushishi bilan aeroportda aytarkanki, mening bu yerga kelishdan birinchi o'rinda maqsadim sizlarning yurtlaringda. Ya'ni O'rta Osiyoda Imom Buxoriyning qabri bor.
o'shani ziyod qilishgan. Lekin Rossiya vakillari bilishmas ekanki, Imom Buxoriy kim, qabri qayerda joylashgan. Surishtirib ko'rishar ekan. Surishtirib ko'rsa Samarqandda chekka bir qishloqda xaroba bir masjid bor. Hamma yoq yontog'zor, qamishzor, masjidlar, dorixona, biz mehmon kuta olmaymiz derkanlar. Bu holni eshitgan Rossiya vakillari uyalishar ekan, or qilishar ekan va bahona qilib aldashar ekan, aytishar ekanki, u yerlarga borib bo'lmaydi. Yurtimizning eng chekka qismi, samolyot qo'nish uchun aeroport yo'q, yo'llari shunchalik yomonki, mashina ham yura olmaydi ekanlar. Shunday desak bormaydi, bu xaroba ko'rmaydi deb o'ylar ekan. Lekin Sukan ajoblarning Buxoriy bobomizning hurmatlari, ixloslari shunchalik baland bo'lib aytar ekanki, agar mashina yura olmasa, poyezd boradimi? Poyezd bormasa, menga xaritani beringlar. Piyoda bo'lsa ham boraman. Agar charchab qolsam, emaklab ham borishga roziman. Lekin Buxoriy bobomizning qabrini ko'rmasam, u kishining qabrini ziyorat qilmasam, ona yurtim Indoneziyaga qaytmayman. Hech qanaqa shartnoma qo'l qo'ymayman deb qat'iy oyoq tirab turib olar ekanlar. O'shandan keyin majbur bo'lishar ekan. Vaqtdan yutish maqsadida hech qayerda ko'rmasdi deb yarim kechasi poyezdda qilar ekanlar. Endi o'ylab ko'ring, samolyot kelsa Moskvadan Toshkentgacha uzoqdan 4 yoki 5 soatda keladi. Poyezd esa 4 kun yo'l bosar ekan. O'sha 4 kun davomida atrofdagi qishloqlarni hashar chaqirishib tozalashar ekan. Lekin ulgurishmas ekan. Shunda ham hiyla ishlatishib, yarim kechasiga to'g'rilab olib kelib o'ylar ekanki, u kishi keladi bu yerga 2 rakat namoz o'qib, yarim soatda qorong'ida hech narsa ko'rmaydi, yurishda Indoneziyaga qaytib ketadi deb o'ylashar ekan. Lekin u kishi mana shu darvozadan kirishi bilan oyoq buyumdan yechib, yalangoyoq bo'lgan holda bobomizning qabrga qarab ikki bukib ta'zim qilgan holda qabrning qoshigacha emaklab, yig'lab kirib ketar ekanlar va yarim kechasi bitta shamning yorug'ida Qur'on o'qishni boshlar ekan. Shu o'qishda to tong otguncha 10 soat davomida dam olmasdan butun bir Qur'oni Karim bobomiz saqlariga xatmi Qur'on qilib tugatar ekan. Chunki kishi Qur'onni yodlagan qori bo'lar ekan. Tugatgandan keyin 10 soatdan keyin tong yorishib ketgandan keyin ko'zlarini ochib qarasa, bu xarobalikni ko'rib dodlab, yig'lab aytar ekanki, ey musulmonlar, butun islom olamida shunchalik hurmatga ega bobomizning qabrini barcha musulmon xalqi izlab yursa-yu, sizlar jasadni, qabrini shunchalar xor qilib qo'yibsizlar. Agar qabrni ham qadrlay olmasalaring, sizlarga kerak bo'lmasa, beringlar bizlarga. Bizlar kerak bo'lsa, har bir qism tuproqni ko'zimizga surtib, vatanimiz Indoneziyaga borib, katta bir ziyoratgoh barpo qilaylik. Agar belgilaring kelmasa, norozi bo'lsalaring, sotinglar. Qabrdan olgan har bir kilogramm tuproq uchun kilogramm oltin berishga rozimiz. Mabodo bobomizning qabrlaridan tonna tuproq olish to'g'ri qolsa, mayli bobomiz haq hurmatlari uchun tonna oltin berishga rozimiz, beringlar yoki sotinglar derkan. Ana shunday o'sha paytdagi O'rta Osiyo muftiysi Ziyovuddinxon Boboxon degan muftimiz bo'lardi. O'sha kishi aytar ekanki, agar siz u kishini qabrini olib ketadigan bo'lsangiz, biz o'zimizdan keyingi avlodga, ya'ni kelajak avlodga nima deb javob beramiz? U kishini qabrlari joyda saqlab qolingan ekan. Ana shunday Sukan ajoblar qabrini qosh Qur'on tugatib bo'lib, bobomiz qabri yuzlangan holda ikki bukib ta'zim qilgan holda orqa bilan emaklab, yig'lab ketar ekanlar. Va vatani Indoneziyaga borganda eski majmua uchun katta mablag' ajratar ekan. O'sha mablag' evaziga eski masjid qayta ta'mirlangan. Endi aziz sevgiga faqatgina oddiy bir tomosha yoki o'yin kulgi uchun emas, qalblaringizda yaxshi niyatlar tugib, niyatlaringizni Allohdan so'rab Buxoriy bobomizning qabrlarini maqbarasiga qo'shishga asar, shuncha keyinda duo qiling, Mavla qiziqqan savol duodan keyin berishlar uchun imkon qadar javob beramiz. Faqatgina suhbatimiz so'ngida suhbatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, tushuntirib bera olgan bo'lsak, xizmat haqlari olib qolamiz. Xizmatlari har birlaringiz ko'ngildan chiqarib ehsonlaringiz, oilalaringiz, farzand ota-ona nevlansiz kelmay qolish nomidan mach qo'shgan sizlar sog'lom bera qo'shib ta'mirlash, ovoz saqlash ishlarini o'ng qo'ldan niyat qilsa duo qilib qo'yamiz. Ilohim amin. Ilohim barcha qilgan yaxshilarni ochsin. Ziyoratlaringizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Farzlaringiz solih va soliha farzlar bo'lib, ota-onasiga, el yurtiga, xalqiga xizmatlar farzlar bo'lsin.
o'xsha kiraman degan o'g'il qizlaringiz, nevarasim kattaga o'xsha kirish nasib etib, Buxoriy bobomizga o'xshagan olim ulamolar, qori Qur'on talab bo'lish nasib etsin. Dardmandlarga shifo bersin. Baxt talablarga baxt, farzand talab farzand, safar ketgan safar bexatar bo'lib, mushkul tushdi Alloh mushkulni oson qilsin. O'zlasin kasb-korlaringiz, dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, tijoratda Alloh baraka berib, martabalaringiz bundan baland bo'lsin. Yani safar shukan sog', omon bo'lib ko'rish nasib etib, farzandlar bilan oilaton yo'lashuvda hojatlar, hoji bo'lib kelish nasib bo'lsin. Amin. Xushkelsizlar, ziyoratlar tavsiya